Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, dushovoy qilingan. Bizga mana shunday dushovoy qilib bo'lib, keyin murojaat qilish kerak. Biz mana shu dushovoy mana shu holatda bo'lganidan keyin kelib atrofini mebel qilib beramiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpus qismi tayyor bo'ldi. Bir taraf shkaf, bir taraf o'sha dushovoy. Mana yerda turmaga o'xshash zona. Eng fishkali joyi bor. Mana yerda joyi bor. Xo'p, qimmat variantda bo'lyapti. Taglarda g'aladonlari ham bo'ladi, xudo xolasa. Tepaga bitta tumishga tiqib qo'ydik. Sekin ko'rsatib boraveramiz, tayyor bo'lib qoldi. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub aslan laminat matvi. Dushovoyni atrofini apshka qilib o'sha mebelni qilib tayyorlab berganmiz. Xo'p, nimalar bo'ldi? Xo'p, eng birinchi o'rinda mana yerga yopib qo'ydik. Xo'p, farset oynalar, o'sha chekkalari umuman o'ldirilgan, qirmaydigan oynalar. Asosiy joyimiz o'sha dushovoyga kirish. Bizga aytayotgan narxlar ichida mana dushovoy ichidagi narxlar umuman yo'q. Dushovoydan tashqarisi bizniki. Oshxonalarimiz vakuumli. Xo'p, bu tarafi garderob, qimmat variantda bo'lgan, 100% korpusli, o'sha devor holatda qolmagan. Pastiga g'aladon ham joylab berganmiz. O'sha ichlardagi usullari olinmagan, keyin olinadi. Bu tarafı ham oshxonalari vakuumli. 5,5 million so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.